Bugungi kunda yoshlarning jismoniy va ma'naviy kamolotiga hissa qo'shish maqsadida maktablarda turli to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Jumladan, Sariosiyo tumani maktablarida karate bo'yicha to'garaklar tashkil etilgan. Hozir shu haqida. Ma'lumki, karate qurolsiz o'zini o'zi himoya qilish, inson tanasiga qo'l yoki oyoq bilan zarbalar berishga asoslangan. Karatening hozirgi qoidalari 20-asrning boshlarida yaponcha jiu-jitsu yakka kurashini takomillashtirish asosida shakllangan. Keyinchalik dunyo mamlakatlarida karate ommalashib borgan. O'zbekistonda ham karate bilan shug'ullanuvchilar soni ortib bormoqda. Bugungi kunda birgina Sariosiyo tumanidagi karate bo'yicha to'garaklarda malakali murabbiylar yoshlarga saboq berib kelishmoqda. Yaratilgan sog'lom raqobat muhiti, mustahkam sport bazasi hamda tajribali ustozlarning harakatlari tufayli tumanda karate bilan shug'ullanuvchilar soni ortib boryapti. Qalqon karate klubining tashkil topganiga uncha ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsa-da, katta natijalari qayd etilmoqda. Bizni sportchilar yaqinda Osiyo chempionatiga qatnashib keldi. Shu Osiyo chempionatida vohamizning sportchilaridan jami bo'lib 14 ta medal oldik. Yaqinda Moskvada jahon chempionati bo'ladi. Bunga ham juda ham kuchli tayyorgarlik ko'ryapmiz. Shu sportchilardan 50 dan ortig'i jahon, Osiyo, xalqaro chempion bo'lishga ulgurishdi. Toshkent viloyatida ham yaqinda xalqaro chempionat bo'ldi. Bunda Qozog'iston, Tojikiston, Pokiston davlatlari bilan bizning jamoamiz qatnashib, kamarlarni qo'lga kiritdik. Endi kelgusida niyatimiz bor, jahon arenalarida yana sportchilarimizni, davlatimiz bayroqlarini ko'tarishiga, bolalarning bo'sh vaqtini makmulli o'tkazib, davlat uchun, vatanimiz uchun sadoqatli bir farzandlar qilib yetishtirish niyatimiz bor. Hozirda klubda 300 nafarga yaqin 5 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar shug'ullanib kelishmoqda. Ularning respublika, Osiyo hamda jahon arenalarida erishayotgan yutuqlardan hamma birdek xursand. Sportning karate turi bo'yicha 11 yildan beri shug'ullanib kelmoqdaman. Bu har bir shug'ullanish natijalarini ketidan Osiyo chempioni, jahon chempioni, xalqaro chempionatlardan sovrindor bo'lib, g'alaba qozonib kelmoqdaman. Faxrli birinchi o'rinlarni olib, yaqinda bo'lib o'tgan xalqaro chempionatda kamar qo'yilgandi. Bu kamarga biz ustozim bilan 3 oydan beri tayyorgarlik ko'rib kelayotgandik. Tayyorgarliklarimiz zoya ketgani yo'q, kamar yutib keldik. Bir hafta oldin Toshkentda Osiyo chempionati bo'ldi. Osiyo chempionatida ham tayyorgarlik ko'rib borib, birinchi o'rinlarni qo'lga kiritib keldik. Karate sport turi bo'yicha men gvardiya tasarrufidagi Toshkent Temiryo'llar maktabiga qabul qilingandim. Imtiyozli ravishda u yerda bitirib chiqdim yaqinda. Endi nasib bo'lsa Jamoat xavfsizligi universitetiga shu imtiyozimni ishlatmoqchiman. O'z ustida tinimsiz ishlab, ustozlarning saboqlarini kanda qilmagan yoshlar bugun yangi marralar sari dadil odimlashmoqda. Bir so'z bilan aytganda, hududlardagi karate to'garaklari yoshlarni sportga keng jalb etish barobarida kelajakda chempionlar, nufuzli xalqaro musobaqalar ishtirokchilari yetishib chiqishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu sizga yetkazmoqchi